Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Qurilish ishchisi ishlayotgan xonasining devoriga oxiriga mixni qoqadi. U o'rnidan turib qilgan ishiga qarab zavqlanadi. Bu bir kun kelib juda chiroyli mehmonxona bo'ladi. Bu nafaqat uning o'zi uchun, balki butun mamlakat uchun haqiqiy yutuq bo'ladi va u bu qurilishda kichik bo'lsa ham ishtirok etganidan faxrlanadi. U asboblarni yig'a boshlaydi. Hali qilinadigan xonalar juda ko'p. Bu juda katta bino bo'lib, oxir-oqibat minglab odamlarni sig'dira oladi. Asboblarni yig'ib bo'lgach, u nimanidir payqaydi. Hali eshik qo'yilmagan rom orqali yo'lakdan kimdir o'tib ketayotganini ko'radi. Odatda bunga e'tibor bermasdi, chunki bu qavatda boshqa ishchilar ham ko'p. Lekin bu ayolda nimadir bor. Nahotki bu o'sha bo'lsa? Yo'q, bu mumkin emas. U hamyonni chiqaradi va ochadi. Ichida eski xiralashgan surat bor. U hali juda yosh, deyarli bola bo'lgan payti. Suratda uning yonida u hayotida ko'rgan eng go'zal qiz turibdi. U uning birinchi haqiqiy do'sti edi, eng yaqin do'sti va u har doim bu do'stlik yanada ortiq narsaga aylanishni xohlagan. Ular birga ulg'ayishgan, ko'p narsani birga boshdan kechirishgan, lekin oxir-oqibat ajralib ketishgan va aloqani yo'qotishgan. U uni hech qachon topa olmadi, lekin hamyonidagi suratdan ko'rinib turibdiki, u hech qachon uni unutmagan. Nahotki bu haqiqatan ham o'sha qiz bo'lsa? U qizni chaqirdi. Ayol yo'lak oxirida to'xtab orqasiga qaraydi. Uning qo'lida baland qilib taxlangan qutilar bor va ular yuzini yopib turibdi. U qutilarni qo'yadi va u ko'radi. Bu haqiqatan ham o'sha qiz. Ular bir-biriga qarab yugurishadi, bolalardek kulishadi, xuddi avvalgidek va yo'lak o'rtasida quchoqlashishadi. U bunga ishona olmaydi. Shuncha yil o'tibdi. U uni yana ko'raman deb hech qachon o'ylamagan. Qancha vaqt o'tgan, juda uzoq deydi u. U hayratda, yillar unga deyarli ta'sir qilmagan. U hali ham xuddi o'sha paytdagidek chiroyli. U undan qayerda bo'lganini, nima qilganini, turmushga chiqqanmi deb so'raydi. U yo'q deydi va ular aloqani yo'qotgandan keyin u go'yo uni izlab yurgandek bo'lganini, bir kun tasodifan ko'rib qolaman deb kutganini aytadi. Ular bir joyda ishlashlarini esa hech qachon o'ylamagan. Ishchi ham bunga ishona olmaydi. Ular bir vaqtda gapirmoqchi bo'lishadi, keyin kulib to'xtashadi. Avval sen deydi qiz. Yo'q, sen deydi yigit. Shu payt hushtak ovozi eshitiladi. Ish kuni tugaganini bildiradi. Uyga ketish vaqti kelgan. Ishchi undan kutib turishini so'raydi. U faqat asboblarini olib keladi va keyin birga pastga tushishini aytadi. Lekin u ketmoqchi bo'lganida ayol uning qo'lidan ushlab oladi. "To'xta" deydi u. U to'xtab orqasiga qaraydi. Hammasi joyida, men tez qaytaman deydi u. Lekin ayol uning qo'lini qo'yib yubormaydi. "Iltimos, hali emas" deydi u. "Men bilan qol" deydi u. U qo'lini juda qattiq ushlab turibdi. Bu hatto ozgina og'riq ham beradi. "Rostdan ham men tez qaytaman" deydi u. "Keyin birga gaplashamiz." Lekin ayol baribir qo'yib yubormaydi. "Menga sen kerak" deydi u. U unga yaqinlashadi, tanasini unga bosadi, ko'zlarini yumadi va og'zini ochadi. U ham xuddi shunday qiladi. "Men har doim senga muhtoj edim" deydi u. "Bizning lablarimiz tegishga yaqin. Men seni abadiy xohlayman" deydi u. Shu payt qurilish ishchisi qichqiradi. Ayol tanasidan mayda tolalar chiqib, uning tanasiga kirib boradi. U ko'zini ochadi va ilgari tanigan qiz dahshatli harakatlanayotgan tolalar massasiga aylanayotganini ko'radi. Uzun tentakul uning oyoqlarini o'rab oladi, keyin yuqoriga ko'tarilib butun tanasini o'rab oladi. Yana bir tentakul boshini o'rab olib qichqirishiga yo'l qo'ymaydi va uning boshini tanasidan uzib tashlaydi. Shimoliy Koreya bu sir bilan o'ralgan mamlakat bo'lib, uning hukumati, madaniyati va kundalik hayoti ko'plab chet elliklar uchun yopiq hisoblanadi. Lekin bu mamlakat ichida yana bir sir bor. Hatto SCP boshqarmasi ham uning tagiga yetishga harakat qilmoqda. Ular uni SCP-031 deb atashadi. SCP-031 bu juda katta organizm bo'lib, uning vazni 7500 kilogrammdan ortiq deb baholandi va hozirda u kutilmagan joyda joylashgan, ya'ni Ryugyong mehmonxonasi. Bu mehmonxona Pyongyang shahrida joylashgan bo'lib, u Koreyaning poytaxti hisoblanadi. Bu jonzot mehmonxonaning ventilyatsiya va texnik tizimlarida yashaydi va 105 qavatning barcha tizimlariga bo'lingan.
Uning har bir tentakul uchida sporokarp deb ataladigan kapsulaga o'xshash tuzilma bor. Ular taxminan 2 metr uzunlikda va mayda kiprikchaga o'xshash tolalar bilan qoplangan. Odamlar bu sporokarplarni asl ko'rinishda ko'rmaydi, balki o'z hayotidagi muhim inson sifatida ko'radi. Shu shaklda u odamni o'z yonida qolishga undaydi, keyin jismoniy aloqa qilishga harakat qiladi va agar tegsa, tanaga hazm qiluvchi suyuqlik yuboradi. Natijada odam tanasi asta-sekin parchalanib, SCP-031 ga qo'shilib ketadi. Eng dahshatlisi, bu jarayon odamni o'ldirmaydi. Shu paytda tentakulga o'xshash flagellum chiqib, odamning boshini o'rab oladi. Uning ichida mayda tolalar bosh ichiga kirib, miyaning qon tomirlarini almashtiradi. Bu miyaning tirik qolishiga yagona sabab bo'ladi. Keyin bosh tanadan ajratilib, markaziy massaga olib boriladi va unga qo'shiladi. Taxminlarga ko'ra, SCP-031 ichida minglab shunday miyalar bor va ular hali ham tirik va ongli. Va bu jonzot miyalarni nega bunchalik uzoq vaqt saqlashini hech kim bilmaydi. SCP boshqarmasi bu jonzot haqida ilk bor 1948-yilda xabardor bo'lgan. O'sha paytda Shimoliy Koreyada bir hududda qochqinlar lageri yaqinida ko'plab odamlar to'plangani va politsiya faoliyati haqida xabarlar kelgan. U yerda to'plangan odamlar o'zlarini sevimli deb atagan bir yetakchiga bo'lgan muhabbatlarini baland ovozda aytishayotgan edi. Ular gaz asosida tinchlantiruvchi vositalar va xotirani o'chiruvchi dorilar yordamida tinchlantirilgan. Bu ishni Mobile Task Force C7 amalga oshirgan. Shundan so'ng ular keyinchalik SCP-031 deb nomlangan massani qo'lga olib, mahalliy saqlash joyiga joylashtirishgan. O'sha paytda bu jonzot atigi 75 kilogramm vaznga ega edi va hali ham biroz inson shakliga o'xshash edi. U hali boshqa moddalarni o'ziga qo'sha olmasdi va boshqa odamlar shakliga kira olmasdi. 1950-yilda Koreya urushi boshlangach, SCP saqlash joyi vayron bo'lgan va u yerda saqlangan barcha g'ayritabiiy obyektlar qochib ketgan. 1953-yilda urush tugagach, qochgan obyektlarning barchasi topilgan. Faqat SCP-031 dan boshqa u yo'q qilingan deb hisoblangan. 1992-yilgacha bu jonzot haqida deyarli o'ylashmagan. O'sha yili Buyong mehmonxonasida ishlayotgan ishchilar o'limi haqida xabarlar kelgan. Tekshiruv uchun maxsus guruh yuborilgan, lekin ular qaytib kelmagan. Shundan so'ng mehmonxona yopilgan va qurilish to'xtatilgan. 2008-yilga kelib hali oynalari ham o'rnatilmagan bu binoda jonzot yanada ko'payib ketgan. Shuning uchun mahalliy rasmiylar tashqi qismini tugatishni boshlashgan. Shu bilan ichkaridagi holatni yashirishga urinishgan. Bu esa yana ko'plab ishchilarning o'limiga sabab bo'lgan. Eng yuqori darajada mehmonxonadagi 3000 xonaning 75% dan ko'prog'i SCP-031 bilan zararlangan deb hisoblangan. Keyinchalik uni yo'q qilish ishlari natijasida bu ko'rsatkich ancha kamaytirilgan. Olov purkaydigan uskunalar SCP-031 ning tentakullari va sporokarplarini yo'q qila oladi. Shuningdek, unga qo'shilib ketgan odamlarni ham tozalash ishlari hali ham davom etmoqda va mahalliy rasmiylar SCP boshqarmasi bilan birga uni to'liq nazorat qilish yoki yo'q qilishga harakat qilmoqda. Lekin tasodifan SCP tadqiqotchilari bu holat SCP-1427 bilan o'xshashligini payqashgan. Bu ham inson ongiga ta'sir qiluvchi obyekt bo'lib, u ham aynan shu mehmonxonada joylashgan. Qanday qilib ikkita g'ayritabiiy obyekt bir joyda bo'lishi mumkin? Ba'zi javoblar ikki yuqori lavozimli xodim o'rtasida maxfiy yozishmalarda uchraydi. Ular ikkita obyekt bir vaqtning o'zida bir joyda mavjud bo'lishi mumkin emasligi haqida gaplashishadi, lekin baribir ikkisi ham mavjuddek. Bu 1427 nomli SCP shunday g'alati paradoksni keltirib chiqaradiki, ulardan biri mavjud bo'lishi uchun ikkinchisi mavjud bo'la olmaydi va shunga qaramay ikkalasi ham mavjud. SCP-1427 ni tekshirish uchun yuborilgan guruhlar SCP-1427 ni topadi. Bu SCP-1427 shunday g'alati paradoksni keltirib chiqaradiki, ulardan biri mavjud bo'lishi uchun ikkinchisi mavjud bo'la olmaydi va shunga qaramay ikkalasi ham mavjud.
SCP-1427 ni tekshirish uchun yuborilgan guruhlar SCP-1427 ni topadi va SCP-031 ni tekshirish uchun yuborilgan guruhlar SCP-031 ni topadi va shu bilan birga birinchi guruh SCP-031 ni ko'rganini eslamaydi. Xuddi shunday ikkinchi guruh ham SCP-1427 ni ko'rganini eslamaydi. Hozircha bu Eklud toifasiga kiruvchi g'ayritabiiy obyekt imkon qadar mehmonxonaning markaziy minorasidagi ventilyatsiya va texnik xizmat ko'rsatish yo'laklarida nazorat ostida saqlanmoqda. Yon tomondagi minorada Type 9 Ham Split Restriction System o'rnatilgan bo'lib, u markaziy minoraga yo'naltirilgan buzuvchi energiya maydonini hosil qiladi. Bu tizim SCP-031 ning ruhiy ta'sir kuchlarning bino tashqarisiga chiqib ketishining oldini oladi va tashqaridagi odamlarning ta'sirlanishidan himoya qiladi. Shu bilan birga Shimoliy Koreya jamoalari uning tarqalib borayotgan tentakullarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Ular bir kun kelib mehmonxonani nihoyat ochishga muvaffaq bo'lish umidida ishlashda davom etmoqdalar. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Sog' bo'ling va xayr.